Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Golland dili grammatik dərsimizə xoş gəldinglar. Biz bugün 41-ci dərs de onderschikkende samengestelde zin. Yani cümle babınınki 9-cu qismi biqindi münasibətə bağlanğan qoşma cümləni tanışıb çıxmız. Yani bu cümle şəkli şu Golland dili öyrənətqanlar üçün cümle tüzüşdə, həm mənasını düşünüşdə, grammatikалық qurulmasını bilishdə sal qiynaladigan bir cümle şəkli. Həm şu əgərdə B1, B2 səviyyədəki til imtahanı, yazıqçılıq imtahanında şu cümle şəkli bilan cümle axırlaşdırış çoxum çıxıdığan bir cümle şəkilləri. Şuna əmdə Golland dili grammatikasındakı bir mühim orunni egəlləyidigan bir grammatikалық uqum. İnşallah bugünkü dərsimizdən keyin bu uqumninki sizlərə düşünüş bo'lib ketishini ümid qilamiz. Qanamsa diqqətinglar dərsimizdə bo'lsin. Yani biz şu cümle degan bir uqum to'g'risida bir yurish darslarni boshlagandik. Bugün endi shuningki 9-cu qism biqindilik munosabatga bog'langan qo'shma jumla. Oldidan kelayli, qo'shma jumla degan nima? Yani qo'shma jumla degan vaqtimizda, yani Golland tilida ikki cho'ng turdagi qo'shma jumlalar bor. Biz qo'shma jumlaningki grammatikalik uqumini o'tgan soatlik darslarimizda ham so'zlab bo'lgan. Yani birinchisi tangdosh munosabatga bog'langan qo'shma jumla deb, yani xoftzin bilan xoftzin holatdagi. Yani bunda tangdosh munosabatga bog'langan qo'shma jumlalarningki ikki xil turini so'zladik. Birinchisi Golland tilida 5 cho'ng bağlag'uchi so'z bor. Tangdosh munosabatda işte xoftzin holatda bog'laydigan 5 cho'ng bağlag'uchi, ya'ni en, mar, want, of, dus. Ana ikkinchisi Golland tilida ham bir turkum ravishlar bor. Bu ravishlar ham cümlelerni bir-biriga bog'lab tangdosh munosabatda bog'laydi. Şu xoftzинning eng muhim alayidiligi, xoftzинda wirik word cümlenin xəbəri ikkinci orunğa keladi. Biz bunu ötken saatlik dərslarimizdə söz olduq. Əmdi bugün gəldik biqindilik münasibətə bağlanğan qoşma cümlə. Yəni bunda qoşma cümlə şəkli xoftzin qoşulğan bəyzin yoki bəyzin qoşulğan xoftzin. Yəni bir cümlə həm biqindi cümlələrə başlanğılı boludu və yoki başda baş cümlə kim biqindi cümlə halıtıda həm kiləlaydı. Yani biqindi cümle nima degan vaqtimizda Golland tilida yani ikki cümle bir-biriga biqindirish munosabatida kelgan cümle şeklini biz biqindi cümle deymiz. Yani bəyzin bu cümlenin en muhim bir alayidiligi, grammatikalik muhim bir alayidiligi. Bunda cümlede wirik word en axırga keldi. Yani Golland tilida bir türküm bağlag'uchilar bor, fuq word bağlag'uchilar. Bu bağlag'uchilar şu ba'zilari tangdosh munosabatda bog'lasa, ba'zilari biqindi munosabatda bog'laydi. Şu bir cümlenin biqindi cümlemi emasmi? Qanday vaqtda wirik wordni keyniga akilman degan vaqtida şu bağlag'uchilar asosan tanıymiz bu cümle şeklini. Şu biz bugungi darsimizda şu bağlag'uchilar bilan tanishib chiqamiz. Biz hozir şu Golland tilidagi eng ko'p ishlatiladigan biqindi bağlag'uchilarni hammasini ratlab chiqdik. Asosliq 5 türüdeki biqindi bağlag'uchilar bor. Yani vaqtni bildiradigan, sabab natija munosabatini bildiradigan, shartlik bağlag'uchilar, kuchaytirma bağlag'uchilar va yoki bularning qaysi kirmaydigan boshqa turdagi bağlag'uchilar. Ham bu dars bu bağlag'uchilar bir qadar ko'p bo'lganligi uchun shunga biz buni ikkiga bo'lib so'zlaymiz. Bugun asosliq vaqtni, sabab natija munosabatini shartlik bağlag'uchilar bilan tanishib chiqamiz. Vaqtni bildiradigan biqindi bağlag'uchilar tun, trvayol, fordat, nadat, zodat, zodra, vanier, zo'g'lan, tottat en ko'p ishlatiladiganlari. Şu bularning sizlar ma'nosini bilishinglar bek muhim. Şu ma'nosini bilgandan keyin bularning biqindi bağlag'uchi ekanligini bilgandan keyin mushu so'zlar bilan jumla tuzgan vaqtinglarda jumlaning fe'lini eng keyniga olsanglar bo'ldi. Shunga biz hammasini ma'nosi bilan misollar bilan keldik. Tun deganning da, ta degan ma'nosi bor, lekin har vaqt o'tgan zamonda ishlatamiz. Yani o'tmishda bo'lgan bir ishga nisbatan. Yani verleden tijd, voltooid tijd ishlatmaymiz, balki verleden tijd, o'tmishda bo'lgan bir ishga nisbatan
işte bir o'tmishda, yani kichik vaqtimda, Ürümchidagi vaqtimda deb shunday bir ifodalagan vaqt ishlatamiz. Masalan, Tony Klein was Wildig Artsorden. Yani kichik vaqtimda doktor o'g'im bordi. Yani qarasanlar, mana Tony Klein was degan mushu jumla hozir biqindi jumla. Bayzinning eng muhim bir grammatikalik alohidaligi rekord kayni keldi. Mush tunni ishlatganligimiz sababidan hozir jumlaning fe'li bo'lgan, xavri bo'lgan vazni kayniga ilyapmiz. Bunun keyindeki ikinci cümle Hofzin Wilde ilk artısı worden. Ma cümle hazır Beyzin bilen başlanganlığı üçün. Beyzin bilen başlangan cümlede ikinci cümle Hofzin adet olgan vaqtda onun rekord başqa keldi. Yani ikinci cümleninki Wilde ilk artısı worden. Yani cümlenin xavri bo'lgan Wilde degan başqa kelyapti. Bunun sebebi hem cümle Beyzin bilen başlangan cümle bo'lganligi uchunchu. Şoňa men aşı rekordni qizil rangda boyap qo'ydim. Şoňa buni şu rekordning o'rniga alayda diqqat qilishinglarni tavsiya qilaman. İkincisi trivial. Trivial deganning da ta deb ma'nosi tunuga o'xshash, lekin buni hozirgi zamonda ishlatamiz. Masalan, trivial ich guck, macht mein Tochter het Haushuhn. Yani men tamaq yeyotgan vaqtimda qizim tozliq qildi. Fordat degandan dintin burun degan ma'nosi bor. Buni ham doim o'tmishda yuz bergan ishlar ishlatamiz. Masalan, wij gingen naar huis voordat het donker werd. Yani qorong'i tushishdan burun uyga qaytdik. Deb yani miyada fordatdan keyingi jumla bayzin ham rekord an keyingi kelyotdi. Endi keldik nadat. Nadat del fordatning aksi. Qarama-qarshisi, yana fordat dintin burun bo'lsa, nadat dintin keyin deb. Masalan, nadat de zon was ondergegaan, gingen we naar huis. Yani kun oltuğandan keyin uyga qaytdik. Men miyadagi zonni xato yozib qo'yibdim, yani o'g'il boladagi zonni bir o'n ortiq yozib qo'yaptiman-ku. Shunga mani tuzitib ko'rib olsanglar. Hozir so'zlash jarayonida bayqadim bu xatolikni. Şuna miyadagi zon bir o yok. Çünkü yani nadat zon was yani quyoshdagi zon. Nadat zon was ondergegaan, gingen we naar huis. Yani kun oltuğandan keyin biz uyga qaytdik. Zodra deganning bo'sila degan ma'nosi bor. Yani munda bo'sila, anda bo'sila deb deymiz o. Mesela zodra ik 18 word, ga ik beginnen met mijn rijles. Yani 18 yaşga kirsamla şoförlük dersini başlayman. Zodra ik thuis ben, ga ik je bellen. Uyga borsamla sizga telefon uraman degandek. Yani munda bo'sila deb bizning tilimizdagi işte jumla shakli. Wanneer qachonki degan ma'nosi bor. Yani wanneer ik voldoende geld heb, ga ik een auto kopen. Yani qachonki yetarlik pulim bo'lsa, mashina sotib olaman. Shu qachonki munda degan vaqtida ishlasanglar bo'ldi. Yani yana shu rekord diqqat qilinglar. Heb wanneer ning bilan boshlangan jumla bayzin rekord keyingi kelyotdi. Endi keldik, yana vaqtni bildirganlarning davomi zolang. Zolang degandan munda bo'sila degan ma'nosi bor. Yani zolang yamar nit xat zingen finde ket xut. Naqsh etmisingizlar men xo'sh olmayman. Qaraganda buni naqsh etishdan bek zirkib ketgan bir holat ekan. Yani munda qilmasingizlar, munda bo'lmasizlar, yaxshi bo'ldi deganda keyin ashta bir jumla shakli. Yani tottat degan g'icha, qicha, gicha, kicha. Yani bizning tilimizda ma vaqtgacha, uninggacha, dushanbegacha, seshanbegacha deymiz xo'sh ashta. Yani vaqt mat aytin tottat ik thuis bin. Yani men uyga kelguncha tamoq saqlab turinglar. Yani tottat ik thuis bin. Yani tottatning keyingi jumla bayzin, shung rekord keyingi kelyotdi. Endi keldik sebep natija munosabatini bildiradigan bog'lovchilar. Buningdagi shu eng asosiy bog'lovchilar want, umdat, dordat, zodat and opdat. Want bu tengdosh munosabatni bog'laydigan bog'lovchi. Bu ham sebep natija munosabatini bildiradigan bog'lovchi, lekin biz buni tengdosh qo'shma jumlalarda o'ynab bo'lganligimiz uchun miyagini qilmadik. Endi umdat deganning chunki uchun degandek ma'nosi bor. Mesela umdat eksik ben kan ik niet naar de les gaan. Yani ağrıp qalganligim uchun darsga borolmayman. Umdat bilan boshlangan jumla bayzin, shun qarasanglar ham bin deb jumlaning xabari eng oxirga kelyotdi. Angezien deganmi buning ma'nosi mu, shu sababidan, chunki degandek ma'nolari bor. Endi keldik, shu sebep natija munosabatini bildiradigan bog'lovchilar. Buningdagi shu eng asosiy 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 bog'lovchilar. Buningdagi
Lekin bu umdat bilan ma'nodor so'zlar, lekin bu ko'proq yiziq tilda ko'proq ishlatildi. Yani anxizin ik mu ben ha ik nü slapen. Yani yerip qalganlığım səbəbindən hazır uxlayma. Yani yerip qalganlığım üçün hazır uxlayma deb. Yani umdat bilan ma'nodor söz bu ko'proq yiziq tilda, umdat ig'iz tilda ko'p ishlatildi. Andan doğrudat degan səbəbidən bunu. Mesela doğrudat de weg afgesloten was, kon ik niet naar mijn werk. Yol taqılıb qağaçqa, yolunun taqılıb qağanlıq səbəbidən işqa barammadım. Muşu qızıl rəngdə boyab qoyğan virkordlarga alayda diqqət qılыңlar. Əmdi keldik şərtlik bağlığıçılar. Şərtlik bağlığıçılardan ən köp işlətildiğən 4 çoğun şərtlik bağlığıçı mit, tenzay, als, indin. Yani biz dərslərimizdə alısını öyrənib ötken. Əmdi qalğan 3-cü sizlər üçün yeni bolışı mümkün. Yani mit degan bu yani munda bulmasıla degan ma'noda, agarda navoda deb bu ko'pincha ahvollarda agarda navoda bir ma'nosi olisga o'xshaydi. Yani shu mit, tanzay, olis, indin hammasi bir-biriga ma'noda so'zlarchu, lekin xuddi bizning tilimizda agarda navoda deb har xil ifodalaganga o'xshash har qanday tilda ishda bir qancha xil ifodalash shakllari ma'noda so'zlar borda. Endi shu olis degan eng ko'p ishlatiladigan, biz ig'iz tilida eng ko'p ishlatiladigan shakli, lekin men mit, tanzay, indin degani shu ko'proq yiziq tilda ishlatiladigan shakli ham B1, B2 saviyadagi jumla shaklichu. Ondan B1, B2 saviyadagi til imtihonlarida, yiziqchilik imtihonlarida shu jumlalarni oxirlashtirish cho'qim chiqadi. Nasıl ma'nosi keladi? Mit, agarda navoda. Masalan, die Fußballwedstrijd is morgen om 2 uur, mit zit niet regent. Yani futbol müsabakası ertesi saat 2'de agarda yağmur yağmasa, agarda yağmur yağmasa futbol müsabakası saat 2'de boludu. Yani tenzey degan, mush tenzeyning o'zining ma'nosi ham bo'lishsiz ma'noda, ya'ni agarda bunda bo'lmasa, alles nit degan ma'noda. Shunga masalan, futbol Wettstreit is morgen om 2 uur, tenzey het regent. Yani yağmur yağmasa futbol müsabakası ertesi saat 2'de boldu. Yani tenzeyning o'zi ham bunda bo'lmaslan deb bo'lishsiz shakldagi jumla. Als, agarda navoda, yani jumla o'xshashlam, die futbol Wettstreit is morgen om 2 uur, als het niet regent. Endi bu üçü bir-biri bilan ma'noda so'z bo'lganligi uchun o'xshash jumlani keldim. Shu buning farqi shu ma'nolari o'xshash, faqat olis biz ig'iz tilimiz eng ko'p ishlatiladigan shakli, metis bilan tenzay ko'proq yiziq tilda ishlatildi. Endi indin deganning shu navoda agarda haqiqatan degandek ma'nosi, masalan, je mag in lagere toegangprijs betalen indien je ouder bent dan 65 jaar. Yani agar siz 65 yoshdan yuqori bo'lsangiz, töveraq kirish bileti alsangiz bo'ladi deb bu ham yiziq tilda B1, B2 saviyada ishlatiladigan jumla shakli. Endi keldik kuchaytma bağlag'uchi, ya'ni Fuchworden von Tufuching kuchaytma bağlag'uchi. Bu kuchaytma bağlag'uchidan eng ko'p ishlatiladigan ikki shakli huviol bilan ofsuxun. Yani bu ikkisi ma'noda so'z, ma'nolari bir-biriga o'xshaydi. Yani huviol, yani garchi shundoq bo'lsinmi degan ma'noda. Shu bu ikkisining farqi, huviol odat ig'iz tilida ham ko'proq ishlatiladigan shakli, ofsuxun ko'proq yiziq tilda ishlatiladigan shakli. Mesela hoeveel Ali hard gewerkt heeft, is hij toch voor zijn examen gezakt. Yani Ali gerçi cepalık tırışkan bolsunmu, yana imtihandan ötemedi. Yani ofsuxun işlesek men o'xshash jumla, ofsuxun Ali hard gewerkt heeft, is hij toch voor zijn examen gezakt. Yani qizil rangni bo'yab qo'yganlar yana ular werkwoord. Shuni qarasanglar jumlaning keyini kelyotidi. Şu an qısqası bu dərsini yığınçaqlasam, şu biqindi cümlədə verek word cümlədə ən axırı orunğa keldi. Şu bir cümlənin biqindi cümlə ekanligini qanday bilamiz? Şu biqindi bağlag'uchilarga asosan bilamiz. Golland tilida bir yurish biqindi bağlag'uchilar bor. Şun biz bugun shu biqindi bağlag'uchilarning birinchi qismini o'rganib o'tdik. Şu anda bu biqindi bağlag'uchilarni ham ishlatib jumla tuzash uchun sizlar ma'nosini bilishinglar intayin muhim, qanday yerda ishlatadi. Ondan şu grammatikalik uqum jihatda şu rekordni eng keyinga keltiramiz. Bu biqindi bağlag'uchilar sal jiq.
Chunki bizning bu darsimiz faqat bir A1, A2 saviyadagi til o'rganayotganlar uchun emas, hatto B1, B2 saviyadagi butun golland tilining grammatikasini sizlarga bir asos uqumini bir tafsilroq tushuntirib berishni maqsad qilgan dars bo'lg'achqa, shu biz hammani ichiga oldik. Masalan, ofsuxun degan rasmiy hamda bir B2 saviyadagi so'z B1, B2 saviyadagi. Buni agarda siz rasmiy B2 saviyada o'rgangan vaqtida bu so'zlar sizga uchrashi mumkin B1, B2 saviyada. Yani A1, A2 seviyede uçurmaslığı mümkün. Lekin sizlar bu dersni anglagandan keyin, muşta bir dersning borligini bilgandan keyin inshaalloh kelgusida yani yuqori o'rlab B1, B2 o'qigan vaqtinglarda shu vaqtda yani cho'qim foydasi bo'ladi deb o'ylaymiz. Ma'qul amsa, yana biqinda bag'ilg'uchilarning davomini yana bir qitimliq darsimizda yana so'zlaymiz. Sal jiq bo'lg'achqa ikkiga bo'lib so'zildik. Keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik, omon bo'lg'aysizlar.